Samat aka o'sha bizga mana sadovnik bo'lib ishlayaptilar, ikkinchi marta ishga joylashdilar, yaxshigina oylikka kirdilar, lekin biz bilan hozir korporatsiyaga birga ishlab mana prezentatsiya. Azizlar, ko'ryapsizlarmi biznesda qanaqa chiroyli joyda ishlab yashashimizni? Nima deysiz Samat aka? Ishlasa bo'ladimi? Ishlash kerak. Nima faqat bosish kerak, ishlash kerak. Harakat qilish kerak. Bo'ldi, boshqa ish yo'q. Kechi yo'q. Kechi yo'q. Kechi bo'lmaydi. Buni kechi yo'q. 90 yilga dogovor bo'lyapti. Amaki hozir 61 yoshdalar. 17 yoshda ham hozir bor biznes partnyorlarimiz. Shuning uchun azizlar, agar siz ish kerak, menga sadovnik yo bo'lmasa семейный pара deyotgan bo'lsangiz, albatta bizning mana shu biznesimizga ham birga bo'ling, biz bilan korporatsiyaga ishlang birga. O'chirmang. Bu korporatsiyada ishlasangiz meros bo'lib o'tib ketaverar ekan, nevaralaringizga ham, nevaralaringizgacha. Qarang, Abdusamat akani qo'shilganlari bir oy bo'lgani yo'q. Mana 14 ta odam o'sha taglaridan ishlayapti vetkalariga. Xudo xohlasa biznes partnyor bo'lib bizneslarni rivojlantirib, nabirangizga sovg'a qilasizmi keyin? Albatta. O'zi ishlaysa? Nabiralarni Shu uchun azizlar, kelinglar, ishlanglar. Chiroyli joylarga ishlab, maza qilib, mana shunaqa yashaymiz.